Bugün videoni oxirigacha ko'rsangiz juda ham zo'r bomba yangi yilda, ya'ni inomarkalar zo'rlab keldi va O'zbekistonda bunaqa tengsiz crossover oilaviy yursa bo'ladigan crossover topolmaysizlar. Gap spoti bilan videoni oxirigacha ko'rsangiz, bitta like bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rsatamiz. Motorlar aka 1.5 turbina motor qo'yilgan. Motor tagini ochadigan bo'lsangiz, olmish sabshipka bilan o'ralgan bo'ladi. GDI motor hisoblanadi, Jag G8 da. 190 ta ot kuchi bor aka. Asfalt aka shahar ichida 9 ta 10 ta asfalt qiladigan bo'lsa aka, trassada 7 tagacha asfalt qilasiz ularga. 160 kamerasi ham bor ekan. 160 gradus kamera, 18 yunit balonlar qo'yilgan, diski tormoz. Zarushoq aka, nasib bo'lsa, narxi qimmat bo'lmasa kerak aka. Narxi vashchidan shkalar chiqdi aka. Aka, keyin buni zapchaslari qanday aka? Zapchasida hech qanday muammosi yo'q. Gaz qo'ydiraman desalar, o'zimizda gaz servisimiz bor, garantiyadan chiqmagan holatda konkretni qo'yib beriladi. To'liq ma'lumotni video ostida nomer bor. Telefon qilishingizga bo'lsa to'liq ma'lumotlar beriladi aka. Xalqimizga bo'lsin deymiz. Bo'lsa xalqqa bo'lsin aka. Endi pul yetmagan obunachilarga aytamiz. Xo'p. Boshlang'ich aka 30% bilan kelishadi. Ya'ni 100 million bilan kelishaveradi aka. 95-100 million bilan kelishadi, dolasa nomlarga 3 yil 5 yilgacha olib chiqib ketsalar bo'laveradi. Yaxshi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aziz do'stlar, narxchani o'zi vobshe dahshat. Masalan, naqdga bo'lsa bosib olsangiz vobshe zo'r. To'g'rimi? Shunday aka. Mashinada aka rullarimiz, cruise control, polosali rejimi, media boshqarish sistemalari, elektron, hamma narsasi elektron aka. Hatto aka pultuzda mashinani aka zavod qilishadi. Mashina ochiq bo'lsa, uzoq turgan holatda mashinada zavod qilishadi. Mashina bagajini elektron ochiladi. Signalizatsiya xullas qulaylar, vashim ko'paygan bombalar. Narxni nechta taxmin qilasiz aka? Yangi narx tushgan dedingiz-a? Tushgan aka. Tushgan. Nimaga tushgan degan obunachilar uchun zavod o'zimizda mana Toshkentda ishini boshladi, xudo xolasa zavod qurildi, endi hamma mashinalar narxi vashim narx, normal narxda tushdi aka. Ayli tushib ketsin aka. Bundan ham tushsin xudo xolasa. Aziz do'stlar, inomarkalar narxi ancha tushib ketibdi. Barchangizga assalomu alaykum. Bugun bizlar Toshkentga, Toshkent Motorsga tashrif buyurdik. Narxlar tushib ketsin degan akalar bormi? Bir dona like aymasdan bosasizlar degan umiddaman. Haqiqatan ham narxlar anchagina tushibdi. Bugun sizlarga bir-biridan chiroyli inomarkalarning narxini yoritib beraman. Albatta ko'rib baho berasizlar. Narxlari qancha va qancha narxga aziz do'stlar narxlar tushgan, qanaqa komfortlari bor, necha yil garantiya beriladi, gaz tushadimi, yo'qmi, aziz do'stlar, polni sizlarga ma'lumotlar bo'ladi. Juda ham zo'r avtomobillar ekan. Yaxshigina o'rnashib olinglar. Juda ham zo'r vizuallik bo'ldi. Agarda Isroil Sharif tamom nomidan keldik deysizlar degan mana shu chiroyli avtomobillarda anchagina narxdan yana arzonroqqa olsalaringiz bo'ladi. Sizlarga yaxshi kapitalgan holda biz videomiz boshladik. Narxlar tushib ketsin degan akalar bormi? Birdan like gumlatib qo'yinglar. Ilohim narxlar tushib ketsin. Yanada aziz do'stlar, xalqimiz mana shu zo'r inomarkalarda arzonga minib mazza qilib yurishsin. Sizlarga yaxshi kapitalgan holda biz videomizni boshladik. Aziz do'stlar, mana Toshkent Motorsdan yangi videorolik va yangi inomarkalardan sizlarga ko'rsatamiz. Mana bu yoqda Zarushoq akamiz. Zarushoq aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, sog'lik, yaxshimisizlar, zo'rmi? Charchamasiz, yaxshi oldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Isroil Sharif obunachilar, xudo xolasa bugun videoni oxirigacha ko'rsangiz, juda ham zo'r bomba yangi yilda, ya'ni inomarkalar zo'rlab keldi va O'zbekistonda bunaqa tengsiz crossover oilaviy yursa bo'ladigan crossover topolmaysizlar. Gap spoti bilan videoni oxirigacha ko'rsangiz, bitta like bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rsatamiz. Xo'p, aziz do'stlar, bu yoqda mana inomarkalar juda ham ko'p. Aka, bugun qaysinizdan ko'rsatamiz aka? Nima deysiz? Xo'p, aka farqi yo'q. Xohlaganingizdan ko'rsataveramiz aka. Obunachilar qaysi biri qiziq? Mana shunisidan boshlaylik. Qop-qora aka chiroyli ekan. Xo'p. Chorvin Pantera aka, Jag G8 yangi restyling variant aka. Ko'ryapsiz? Faralar yonishi polностью monoqoshli yonadi aka. Hozir shunaqa faralar moda bo'ldi aka. 2026-2025 ga polностью yonadigan faralar moda bo'ldi aka. Restyling bo'lgan eski partiyasidan ko'ra old oblisovkasi o'zgargan holatda chiqqan. Lekin mana bu materiallar juda ham baqqa chiqadi. Ya'ni atsinkovniy material hisoblanadi aka. Mashina puli qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, puligacha aytiladi aka, yashirib o'tirilmaydi. Xo'p, mashinamiz motorlari aka 1.5 turbina motor qo'yilgan. Motor tagini ochadigan bo'lsangiz, olmish sabshipka bilan o'ralgan bo'ladi. GDI motor hisoblanadi, Jag G8 da. 190 ta ot kuchi bor aka. Zo'r-ku. Asfalt aka shahar ichida 9 ta 10 ta asfalt qiladigan bo'lsa aka, trassada 7 tagacha asfalt qilasiz ularga. 160 kamerasi ham bor ekan. 160 gradus kamera, 18 yunit balonlar qo'yilgan, diski tormoz. Mana bu balon o'ta yumshoqli balon hisoblanadi aka, trassalarga juda ham zo'r yurib beradi. Vahsha dahshat, ichi vahsha zo'r ekan, aziz do'stlar, qaranglar. Aka, ichi vahsha dahshat ekan. Polni koja ekan, eko koja. Polni shunaqa aka. Polni eko koja, aziz do'stlar.
Zarushoq aka, nasib bo'lsa, narxi qimmat bo'lmasa kerak, aka. Narxi vashchidan shkalar chiqdi aka. Aka, keyin buni zapchaslari qanday, aka? Zapchasida hech qanday muammosi yo'q. Gaz qo'ydiraman desalar, o'zimizda gaz servisimiz bor. Garantiyadan chiqmagan holatda konkretni qo'yib beriladi. To'liq ma'lumotni video ostida nomer bor. Telefon qilishadigan bo'lsa, to'liq ma'lumotlar beriladi aka. Ya'ni gaz tushadi, muammosiz. Gaz bemalol 100% tushadi aka. Faqat propan tushadi, metan tushmaydi aka. Oldin aytiladi. Xo'p, tablolarni ko'ryapsiz aka. Tablolar mana shu chiroyli dizaynda chiqqan. Xo'p, mashina yoqamiz. CarPlay orqali bemalol boshqarsalar bo'ladi aka. Mana CarPlay, polsa, monitorlar splashniy qilib qo'yilgan. Restyaniy variant deyapman. Bekorga restyaniy oldingisi tepada bo'lgan, hozir pastga bo'lgan. Mana bu pastdagi podsvetkalarimiz ham yonib beradi aka. Bular polni yonar. Yonadi aka. Polni kechdi bashada. Bu yerda klient kontrolni nazorat qilishadi. O'zlariga moslab bemalol boshqarsalar bo'ladi. Bespilotniy zaryadniy robot korobka hisoblanadi. Avto hold sistemasi, ego rejim, qorli rejim, podstakanchik, xolodelnik. Hop. Bu yerda esa polnisi tepada luklar ochish uchun knopkalarimiz aka. Luklarimiz ham polnisi ishlaydi aka mana. Panorama ekan, aka bor. Polnisi. Ham ochiladimi, ham kattaligini ko'ringlar, bo'lsa ham. Aka polni oxirigacha ochiladi, lukigacha ochiladi. Hozir mana yomg'ir yog'ayaptimi, Astrol aka? Kelishadiganda lukchani ochib qo'yishadigan bo'lsa, bemalol shtorkasini ochib qo'yishadigan bo'lsa, tepada mana yomg'irlar ko'rib ketsalar bo'laveradi aka. Mashinadagi rullarimiz cruise control, polasa rejimi, media boshqarish sistemalari, elektron, hamma narsasi elektron aka. Hattoki aka Bluetoothdan mashinani aka zavod qilishadi. Mashina ochiq bo'lsa, uzoqda turgan holatda mashinada zavod qilishadi. Mashinaning bagajini elektron ochiladi. Signalizatsiya xullas qulaylik vashim ko'paygan bombalar. Aka, komfort va dahshat-ku. Bu akustika sistemalarini ham chiroyli qilingan ekan, aka. Restyaniy bo'lgan aka. Restyaniy bo'lgan. Eski narxi Srol aka 380 million, 372 million sotilgan. Eski narx. Yangi narxni hech bir taxmin qilasiz aka. Yangi narx tushgan dedingiz, ha? Tushgan aka. Tushgan. Nimaga tushgan deydigan obunachilar uchun zavod o'zimizda mana Toshkentda ishini boshladi, xudo xolasa. Zavod qurildi, endi hamma mashinalar narxi vashim narx, normal narxda tushdi aka. Ha, iloyim tushib ketsin aka. Bundan ham tushsin, xudo xolasa. Aka, arzon bo'lgan bo'lsa, bir endi eng ko'pi bir 20 millionga arzon bo'lgandir-da, Zarushoq aka. 20 million? Yo'q aka. 20 milliondan ham ko'p arzon bo'lgan aka. Vahsha bunda zo'r aka. Orqa o'rindiqlarni ham qarang. Oddiy o'rtadagi nimalar, to'siqlar bo'lardi. Ko'p mashinalarda bunda to'siqlar ham oylab yursa bo'ladigan. Mana USB zaryadchi, Type-C zaryadchi qo'yilgan, konditsioner bor. Eng nima aytganim borki, oylab yursa bo'ladigan krossovka. Bunaqasi yo'q deganim orqa o'rindiqqa bog'liq aka. Ya'ni orqa o'rindiqda menda qangi, mendan semizroq odamlar ham bemalol keta oladi. 7 o'rindiqlik avtomobil aka, vahsha zo'r lekin. Orqa o'rindiq mana bu oldi turibdi, mana shu keng, mana shu holatda orqa o'rindiqqa o'tirishadigan bo'lsa, juda keng hisoblanadi. Shtorka pardalar tashlab qo'yilgan hozir keng o'tirib ketishaveradi bemalol. Agar xohlasalar mana bu narsa oldiga orqaga borib kelaveradi. Bunisi ham zo'r ekan, aka. Bu sidinkamiz boshqariladi aka. Mana bu sidinka elektron boshqariladi. Necha yil garantiya berilyapti aka avtomobillarga? 3 yil 100 ming probeg garantiya bor aka. Zo'r-ku. 3 yil 100 ming probeg garantiya bor. Xohlagan usullarda xarid qilsalar bo'ladi aka. Aziz do'stlar, avtomobil haqiqatan ham zo'r. Ko'pchilik aka qaysi mashinaga o'xshatyapti deysizmi? Kia Sorento'ga o'xshatishyapti aka. Orqa dizaynni ko'ring. Orqa dizayn o'xshaydi. O'xshaydi aka. Oldi tomoni pashti sal o'xshaydi. Xitoy o'zi ko'p inomarka mashinalarda obrazet sal o'xshatyapti. Da. To'g'risida o'xshatish bilan salgina nimalar bor, nisbatan o'zgartiradi. Endi brendga nima deydi, raqobat qilib qo'ymaydi-da. Lekin juda ko'p katta brendlarni sindirib tashladi Xitoy mashinalari. Mana aka, stop farlar yonishini ko'ryapsiz, juda ham chiroyli. 360 gradus kamerasi, Parktronic, oldiga ham Parktronic qo'yilgan bo'ladi aka. Zo'r. Orqasi ham diski torisi, orqa tag tomonidan ham bitta ko'rsatib yuborsiz, hadoyi sistemalar ko'rinadi aka. Mana tipga ko'tarib qo'yganmiz aka mashinani. Bu oq ekan, aka? Shu oqi. To'rt xil svetda bor, Sirjon aka. Xo'p, oqi, qorasi, mokri asfalti, bardoy sveti bor. Kelishadi, xudo xolasa bir kunchida nomlarga chiqib ketaveradi. Naqd to'lovlar bo'lsa ham shu obedgacha xudo xolasa ishlab bitadi. Slipoj zona ham bor ekan, ha? Slipoj zona, chiroqchalari, yon chiroqchalarigacha bor. Xo'p, aka, endi narxi qancha buni? Narxi aka 299 million so'm qilib beryapsiz. Buni 272 million so'm sotilgan Jag G8 Restali variantini 299 million so'm bilan sotilyapti aka. Boyna arzonlar menga desa 20 milliongacha desam, aka bu yoqda normalniy summa kelyapti. Normalniy summa aka. Xalqimizga bo'lsin deymiz. Bo'lsa xalqqa bo'lsin aka. Endi pul yetmagan obunachilarga aytamiz. Xo'p.
Boshlang'ich aka 30% bilan kelishadi. Aha. Ya'ni 100 million bilan kelishaveradi aka. 100 million. 95-100 million bilan kelishadi, xudo xolasa nomlarga 3 yil 5 yilgacha olib chiqib ketsalar bo'laveradi. Vashsha gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aziz do'stlar, narxchani o'zi vobshe dahshat. Masalan, naqdga bo'lsa bosib olsangiz vashsha zo'r. To'g'rimi? Shunday aka. Xo'p, bu yoqda aytganlaridek, oqib borgan, qorasi borgan, bundan tashqari mokra asfalt, qizil, har xillardan bor, to'g'rimi? Baro'ylar aka. 4 xil 5 xil sveti bor. Aka yana qanaqa avtomobil ko'rsasak bo'ladi? Yana hop aka, JS6 miz bor. Aha. Bu soni cheklangan. Bu ham 330 million so'm sotilgan. Hozirgi kecha kunduzda 280 million so'm sotilyapti aka. 280 million bilan xudo xolasa nomlarga rasmiylashib olib chiqib ketaveradi. Asli 285 million siz kanalizdan chiqishi degan bo'lsa 280 million so'm skidka qilib beramiz aka yana. Zo'r aka. Xo'p, aka mashina bu bilan bir xil 1.5 turbina, GTI motor, 180 ot kuchi bor aka. Xo'p, mono qo'shli faralar bilan yonadi, LED fara qo'yilgan. Eng qizig'i rulni qaysi tomonga bursangiz, faralari shu tomonga burilib beradi. Buniki ham aka. Aqlli fara qo'yilgan. Buni oldida paktron yo'q, unda bor aka. Aytib o'tdimi? Xo'p. Bu narxda qancha farq qilyapti aka? Hozir shunda qancha bo'lyapti narx farqi? 19 million farqi bor. 19 million. 19 million farqi. Bu 7 kishilik emas. Bu 5 kishilik bu. Bu 5 kishilik. Bu 7 kishilik. Crossover. Zo'r. Lekin 19 million farq qilsa, u vigitniroq ekanmi deyman, ha? Ko'rsin obunachilar. Kimgadir 5 kishi yuradigan qisqaroq crossover, kimgadir kattaroq crossover. Farqi yo'q. Yoqqanini olishaveradi. Xo'p, bunda 360 bor-a bunda ham aka? Bunda 360 gradus kamera bor aka. Kamera bor, holni. Xo'p, diskalarni ko'rishlaringiz mumkin. Bu nechilik o'zi Arshon aka? 16 lik qo'yilgan. 18 lik qo'yilgan. 18 lik. Xo'p, ishlarini ko'ramiz. Kumxo balon qo'yilgan. Aka, bu ham kumxo balon bo'lgani bilan o'rta yumshoqli balon hisoblanadi. Yurishlar vashi zo'r. O'zimiz YouTube kanaliga yaqinda bitta obzor qildik. Tog'amiz buni yuritdilar. 45 ming kilometr yurishgan. Vashi idealni yuritdilar. Benzinni o'zi yuritdilar, lekin ular o'zini baloni. Mashina vashi bomba. O'zini baloni bilan 45 ming. O'zini baloni bilan 45 ming yuritdilar. Zo'r. Har 7 mingda moyni almashtirishyapti ekan. Sifatli moy quyib, boshqalar hamma narsasini kontrol qilib yuritdilar. Mashina vashi zo'r deyishdi. Mazza qilyapman mashinada deyishdi. Aka, buni ham ichi zo'r ekan, lekin. Buni ham ichi zo'r. Sportivniy sidinkalar, chuqur xotira saqlash, kruz kontrol, media, klimat kontrol, palaska durjini, hamma narsasi bor buni ham, Shirojon aka. Aka, lekin barlari ham chiroyli ekan-a buni. Shunaqa aka. Xo'p, bu yoqda mana baridan qaranglar, polni, pechka regirovkalar, polni mana hamma narsalarni regirovka qilsangiz bo'ladi. Joystickli ko'rib turayotganlaringizdek. Bu xaljaniga ham bormi bunda ham aka? Xaladellik bor aka. Xaljaniga bor ekan. Xo'p, o'zini mana pulti. Xo'p, bundan ham zaryad qilsa bo'ladimi? Yo'q aka, bunda o'zidan bo'lmaydi, ha, zaryad qilib. Faqat ochadi, qulflaydi, paket ochadi aka. Panoramasi bormi? Bor ekan. Panorama bor aka. Panorama bor. Lekin sidenalari chiroyli ekan. Sportivniy sidin qo'yilgan, odamni quchoqlaydigan sidinka qo'yilgan. Sidinkada shofir tomonda 3 ta xotira saqlash funksiyasi ham bor. Abdux abagrev bor aka sidinkada. Abdux abagrevlargacha bor, aziz do'stlar. Mana bu avtomobilimizdan naqd 19 million arzon ekan. Bunga ham 3 yilmi garantiya? 3 yil 100 ming paralik garantiya bilan chiqarilaveradi aka. Buni o'zining narxi qancha dedingiz? O'zining narxi 330 million so'm sotilgan. Hozir kecha kunduzda aka 285 million so'm sotilyapti. Siz kanalizdan chiqilgan 280 ming so'm qilib beriladi, xudo xolasa. Zo'r. Aka, lekin narxlar ancha tashadi-da. Narxlar ancha tashyapti aka. Vashsha zo'r. Inovatsion ko'paygani sabab aka, mashina o'zi raqobat bozorda anchagina keskin narxlar tushyapti. Bu O'zbekiston xalqiga yaqindagi 20 ming, 21 mingga jentro olib yurgan xalqimiz aka. Ichiga yana 2 ming, 3 ming dollar pul yig'lardi ekan. Mashinaga ehtiyot sotmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, hali 2 ming, 3 ming dollar havoga shuni o'chardi. Mashina narxi yana jichchagina tashlardi. Aytib bo'lmaydi aka. Endi unaqa narsalar yo'q. Endi yangi mashina olasiz, foydalanish uchun maza qilib minishni olasiz, sotishni o'ylamasdan olishni tavsiya beramiz aka. Aziz do'stlar, ilohim narxlar tushib ketsin degan akalar like gumlatib qo'yinglar. Mana ancha o'zi narxlar tashlabmiz. Dachi skidkalar bilan o'zi qancha narxlar tushgan hammasini Zarifshon akamiz yoritib beryaptilar. Aka, buni bagajlari qanday? Kengginami? Xo'p, bagajlarimiz ham keng aka. Elektronli ekan-a? Elektronli aka, pultni o'zidan ham ochsa bo'ladi. Ya'ni keldingiz, sumka bilan keldingiz, qo'lingizda oyog'ingiz bilan ochishingiz ham bo'ladi aka. Knopkalarsiz holatda ochiladi. Bagajimiz katta 550 litalik, 580 litalik. Xo'p, bu yerga propanni bemalol uстановkalar qilsalar bo'ladi. Bunikini ichiga uстановka qilinadi, bunikini tagiga, ostiga zapaskani o'rniga uстановka qilsalar bo'ladi aka. Bemalol uстановka bo'ladi aka. Zo'r ekan, aziz do'stlar, mana avtomobillarni yoritib beryapmiz. Kelinglar, mana Toshkent Motorsda avtomobillar juda ham ko'p. Har xillardan bor. Albatta, kelib o'zingizga yoqqan turdagi avtomobillarni bemalol xarid qilib ketaverasizlar.
Xo'p, aka, buni narxini aytib o'tib ketdik. Xo'p. Masalan, puli kamroq akalar qanday olsa bo'ladi, aka? Xo'p, buni puli kamroq akalar kelishadigan bo'lsa 95 million bilan chiqib ketaveradi aka. 95 million. 95 million bilan bunisi chiqadi aka, 100 million bilan bunisi chiqib ketaveradi aka. 3 yildan 5 yilgacha holatlarga qarab bemalol olib ketsalar bo'ladi aka. Yo'q, aziz do'stlar, bugun juda ham xursand bo'ldim. Chunki narxlar tushyapti. Narxlar tushsa, aziz do'stlar, hamma yaxshi inomarkalar minadi. Mana ikkovini ham mana narxlarini polni Zarifshoh akamiz yoritib berdilar. Albatta kelinglar. Toshkent Motorsda mana Zarifshoh akamning o'zlari bo'ladilar. Главный akamiz. Kelsangiz agar chiroyli qilib narxlarini mana yana buni 85 million, 285 million deysiz, obunachilar kelsa 280 millionga berasiz. Xudo xolasa qilib beramiz aka. Garantiya 3 yilgacha yoki 100 ming probeggacha ekan. Bemalol kelinglar, aziz do'stlar, albatta chiroyli narxlarda qilib berishadi. Aka, ish qanchalarda bitadi kelgandan keyin? Zarifshoh aka kelishadi, bir kunda ishlab bitadi xudo xolasa. Bir kunda bitadi. Nasib. Yo'q, aziz do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Toshkent Motorsdan sizlarga bugun to'liq obzor qilib berdim. Sifat qiymatdan ustun degan xushyor bor Toshkent Motorsda. Bemalol kelinglar, albatta ishlaringizni chiroyli qilib, sifatli qilib bitkazib berishadi. Narxlar tushib ketsin degan akalar, bir like gumillatib qo'yasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.